Miral aka, mana shu temirlarni ko'pchilik tushunmaydi. Qanaqasini tanlash kerak? Sizlar qanaqa sifatiga qaraysizlar? Buni qanday farqlaydi? Bu temirda albatta sifatiga bog'liq. Bizning profillar tanlashimizda sifatida stenasiga qaraymiz, qalinligiga. Bir xil odamlarda hozir panjaraga zakaz berayotganda kvadratdan zakaz beradi. To'g'ri, kvadrat ham yaxshi mahsulot. Lekin mana bu profilda mustahkamligiga yetmaydi. Chunki bu to'rtburchak, to'rt tomonda bo'lgani uchun Mana bunday demoqchisiz-da. Mana bu ichi mana shunday to'rtburchak holatida bu ichi bo'sh. Bir xillar endi ichi bo'sh-ku buni slabiy bo'ladi deb o'ylaydi, lekin mana shu to'rtburchak bo'lgani uchun ham bukilmaydi ham, qayrilmaydi ham-da. Demak, ichi to'ladan ko'ra, ichi to'ladan ko'ra biz mana shu profilni tavsiya qilamiz. Chunki mana o'zimiz ham ko'rsatamiz, mana egilmaydi ham, bukilmaydi ham. Agar kvadratdan oladigan qilinsa, mana shu o'ynash mumkin-da, bunday qisilgan payt borib keladi-da. tushunarli. Shuning uchun mana shu profildan mustahkam chiqadi reshetka. Tushunarli.